Botman ola qolaveramiz. Dufemert, Li yaxshi imkoniyat emas. Kulverskiga ketish imkoniyatlari ham bo'lyapti. To'rsat Zambo menga yoqmaydi. To'rsatda ola qolamiz. Xo'sh, Antoni Govat, Yildiz, Omar Marmush va tarkib 8-6 ga baholanyapti. Baribir Ronaldo Antepmen qolyapti. Bu bo'lmasa ko'rib turganlaringdek soat 8 ga video olinayapti. Va mana olimda tarkibda bitta 11 talik tarkibga bosib yuboramiz va bizlarga hozir bergan Marmushni keragi ham yo'q. Marmush menga yoqmaydi. Birga to'rsatni bu yoqqa qo'yib yuboramiz. To'rsat mana shu yaxshi imkoniyat bo'ladi. Undan keyin bitta o'yin qazib qo'yaman-da, yana bir ko'ramiz. Qana gol. O'yin o'tkazib yuboramiz. Tezroq o'ynab tugatish kerak. Ronaldo 9 raqamiga tushib qopti. Naylozlik. Chouaminidan to'p chiqib ketib qoldi. Ovozim eshitilmay qo'ygan bo'lsa kechirasizlar. Xo'sh, bundayroq qilib o'ynaymiz. Tonali. Bunday oldib turib, Tonaliga Antoni bundayroq Govat demoqchi edim, lekin baribir to'p chiqib ketib qoldi. Xo'sh, uzun video kesib qolishi ham mumkin bu. Bu akkauntim bilan ham sizlarga tanishtirganman. Tanishtirmagan bo'lsam video anchadan beri meni YouTube spam qildi, yosh bola deb o'ylab. Butda bo'lyapmiz. Butda nechtadir qolyapmiz. Nechtadir qoldi, nechta desam ekan, 27 ta nima ko'rgan bu 30 ta deyapman. Endi bu videoga 30 ta bo'lsam qancha xursand bo'lar edim. Timber, Antoni yugurib ketmoqda. Xo'sh. Antoni bilan to'pni olamiz. Antoni Chouaminiga pas tashlaydi. Chouamini aldab ketadi. Xo'sh, aldab bundayroq ketamiz. Xo'sh, bundayroq ketib turib bitta pushga tepib yuboramiz va o'xshamay qoladi. Ruli, ana bot akkauntimda ham Rulini olgan edim. Ruli yaxshi varta bo'lmaydi. Hozirgi zamonda eng yaxshi tur berayotgan varatalis bu o'zim ishlatib ko'rib bilgan taqdirimda Alisson bilan Sommer deb o'ylayman. Keyin eng yaxshi varatalis turoq shu Kobel deb o'ylayman. Xo'sh, bilmasa to'p deb bordim. Xo'sh, bu yerdan kim ketadi? Dufemert ketar ekan. Xo'sh, orqachangda o'rtaroqda ochamiz. Xo'sh, shunda aldabroq pas tashlaymiz va Antonidan gol bo'ladimi? Gol. Anti gol urishimdan sekinroq qoldi. Buni tugatib qo'yamizdan keyin bizlar qarta toshimiz 55 ta bo'lib qaytgandan keyin men o'zi 190 ta bo'lib qaytishim mumkin. Agar 5 ta bergan bo'lsam men xo'sh, 7 ta to'p ketdi videomizga. Berardi degan o'yinchi qo'ydi. To'p berardi degan o'yinchilar. Assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan Shahar YouTube kanali bugungi o'ynaydigan o'yinimiz Delisi bo'ladi. Menga Delisi bilan tanirganman. Kattakon rahmat o'tishsa bilan Drafka bizlar olishimiz kerak. Keyin mana bunga ham 50 ta tosh beradi. Bizlar mana bunda ketib qoldi. Siz deymiz, nayloj. Mayli, keyin mana bu 48 bo'lib qolgan. Xo'sh, tartib tuzamiz. Xo'sh, beladan Pedri, Ronaldo chiqqan. Men Usman Dembele, Jan Kobel, Rafael Leo, Gini Ders keyin Juan Alvarez. Xo'sh, bizlarga kerak yo'q. Usman Dembeleni Juan Alvarez olamiz. Vartaga esa shu vartaga reklama ko'raveramizmi? Mayli, video zoom bo'lib ketmasligi uchun reklama ko'rmayman. Xo'sh,
Dalotni olamiz. Dalot yaxshi o'ynab beradi. Brahimini olamiz. Mana buni o'zimiz yaxshi. Enzo Fernandez finalga chiqqan. Bunga chiqqan Neves chiqqan. Hozirgi kerakli finalga gavdali odam o'zim ko'rganman. Xo'sh. Sanot Xuram Junior so'layveramiz. Juda tarkibimiz nimali bo'lib ketdi. Bu yerga qo'yganiga oltin tarkib tuzib olish kerak. Xo'sh, qaytadan tuzib olamiz. Birinchi o'rinda biz logo ochib olamiz. Xo'sh, logo biz hozir 40 ta toshga ochish nima qilib o'rgan edik. Na ilojlik deymiz, baribir bu yerga menga Pedro kerak yo'q, baribir Ronaldo. Xo'sh, bu yerga reklama ko'raveramiz. Xo'sh, bu yerda yaxshi variant Alisson Becker deb o'ylayman. Xo'sh, bu yerdan Dalot olib qolaveramiz, Brahimi. Xo'sh, Husanov. Mana yaxshi o'zimiz yurtdoshimizni olmasam uyat bo'ladi. Xo'sh, Ersonni kerak bizga Neves, Enzo Fernandez. Bu yerda pushkada nima qilsak, Enzo Fernandez yutib chiqadi. Tunali gavdali odam. Bega reklama ko'rib bo'lmaydi. Shu yerga Junior'ni tanlab qolamiz. Rashford. Bu yerga Keylor Navas. Bu yerga reklama ko'rib bo'ldi. Reklama 2-3 ta reklama taqoradingiz. Xo'sh. 3 video, 3-videomiz bo'ladi bu YouTube'dagi. Xo'sh, Tunali va Enzo Fernandez. Xo'sh. Torsatdan olamizmi? Voy, bilet olmay qoldik. Va torsat bilan ketamiz. Davay. Ronaldoga to'p tushib qoldi. Ronaldo bariroq ketib turib va pushka tepamiz. Va gol, gol. 82-92 bo'lib tushdi, 93. Men Ronaldoni qila oldim. Pushkasidan 100 chiqargandik. Videomiz spam bo'lib ketdi, qo'ydim. Xo'sh, bundayroq qilib to'p turdim. Xo'sh. Xo'sh, jigarlar, bir tanaffuslardan keyin yana o'yinga qaytdim. Xo'sh. Brahimi yaxshi oladi. Alisson Becker vartaga turyapti-yu, lekin Greenwood ham ketyapti. Greenwood ham olib qo'yishlarni tavsiya beraman, lekin o'ynab statistikalari bo'lmaydi va musul o'yinchi. Lekin Husan top qo'yishlarni tavsiya beraman. Husan o'zimizning yurtdoshimiz. Husanov yo'q-ku. Xo'sh, shundayroq qilib pastroq tashlab gol urishga harakat qilaman. Video uzun bo'lib ketyapti va Husanov bilan pushka voy ruli qaytarib qo'ydi. Xo'sh, Husanov qaysi tarkibda o'ynayapti? Joni kam robib qolganmi? Husanov menga kuchaygan vaziyat ko'rsatyapti. 77 lik kattasi olingan, bunda adashmasam. Bu akkauntda obunachimiz berib turgan, anaqa videolar oling deb. Obunachimiz Telegram kanalimizda bor, chatim ham bor. Chatimga o'tib, Telesi Shahar YouTube chati yozsalang chiqib keladi. Agar chiqmasa, Delisi 001 yozsalaring, Delisi 001 pastga Delisi pastga chiziqcha 001 yozsalaring, OO1 yozsalaring chiqib keladi. Xo'sh, tarkib agar shunda arzon akkauntlar bor. Har oyga agar Surxondaryolik bo'lsalaring, o'zim borib, yeltib berib, shu akkauntlarni berib kelaman. Faqat o'sha sharti meni obuna bo'lishlaring kerak. Ikkita kanalim bor, Shahar YouTube kanalim o'zi bor. Keyin YouTube'dagi shu video tugayapti. Birim tugayapti. Bo'ldik.
sizlar buni ko'rib o'tirmayman. Bizlarga buni kerak. Uchi bir gifting deyapti. Xo'sh, geokresh kelgan. Geokresh olmaymiz. Chunki bizlarga pulimiz bo'lgan taqdirda ham hozir birga buni ko'rib olamiz. Arzon o'yinchilar kelmagan. B degan o'yinchi kelgan 145 millionga. Olib va sotib yuboramiz. Xo'sh, buni transfer Kovachga beramizmi? Xo'sh, qaysi biriga bersak, fitnessga bersakmi, Kovachga bersakmi? Fitnessga bersak. Xo'sh, fitness Kovachga berdik. Xo'sh, endi o'ziga kuchaytirib yuboramiz. Videomizda omadli kelsak, Viniciusga tushdi. Viniciusda vay, bilet video emas bo'ldi. 30 qo'li no maylim deymiz. Balaga 5 ta tosh bo'lgandan keyin logon ochaman. Va videoni uzaman. Hammalarga xayr. Sizlar meni kanalimda bo'ldilaring, Shahid bu kanalda bo'ldilaring. Mana Husanov. Sizlar meni kanalimda bo'ldilaring va hammalaringga xayr.